Assalomu alaykum hammaga. Demak, milliy sertifikatga tushgan keyingi misolimizni ko'ramiz. Bu yerda e'tibor bering. Hisoblashimiz kerak. Biz ildiz osti uchini 4 ta ildiz ostida 9 deb yoza olamiz. Minus 4 ta ildiz ostida 45 va ularning kvadrati bor. Maxraj esa bu formula, ya'ni 1 minus 4 ta ildiz ostida 5 ning qavs kvadrati. Endi e'tibor bering. Tepadan qavsdan tashqariga 4 ta ildiz ostida 9 ni chiqarib olsak, qavs ichida 1 minus 4 ta ildiz ostida 5 qoladi va uning kvadrati bor. Endi maxrajda esa 1 minus 4 ta ildiz ostida 5 ning kvadrati. Endi mana bu ifoda bilan mana bu ifoda bir xil. Qisqarib ketsa, tepada 4 ta ildiz ostida 9 ning kvadrati qoladi. Bu esa ildiz ostida 9 degani, chunki bular qisqaradi. Ana endi undan 3 chiqadi. Javobimiz D varianti.